Radayev ortga. Yaqinroqda Jeparov turibdi, ammo oldinga to'p o'tdi. Xavfli bo'lishi mumkin. Birga bir chiqib boradi futbolchi. Xavfli vaziyat, zarba zarur, zarba bor va gol ham bor do'stlar. Va bu 37-raqamda harakat qilayotgan Firdavs Abdurahmonov. Taym boshlanayotganda e'tirof etgandigi, bilamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham qani mana bunaqa aylanma kesma pas o'tdi. Ofsayd yo'q edi. Darvozabon ham qutqarmadi. Va qarang qanday chiroyli uzatma. Orada bilmadim, Okenko futbolchisi ozgina to'pga tekkandek ham bo'ldi. Endi shu ham muhimda boyagi. Bu takror lavhalardan ilg'ash qiyin, yo'nalishni o'zgartirdimi o'lmasalif. Agar unday bo'lsa, hech qanday bir ortiqcha savollarga o'rin qolmaydi.